va Barfa Baxriyevna 1957-yil 16-iyunda Chimkent viloyatining Yettisoy tumanida dunyoga kelgan. Millati tojik, oliy ma'lumotli. Aman va Barfa Baxriyevna o'z oilasi bilan Mirzacho'l tumani Bog'bon mahallasidagi eng namunali oilalardan bo'lib, 1980-yildan buyon shu mahallada istiqomat qiladi. Oilada 5 nafar farzandning onasi, 13 nafar nevaralarning sevimli buvijonisi bo'lib istiqomat qilib kelmoqda. Hozir nafaqada O'zbekiston Xalq Demokratik partiyasi a'zosi. 1974-yildan 80-yillar orasida Jizzax viloyatining Zafarobod tumanidagi Zafarobod Tongi gazetasi kotibi, muharriri, korrektori, bo'lim boshlig'i. 1980-yildan 81-yilgacha Zafarobod tumanidagi Go'zal bolalar bog'chasi mudirasi. 81-yildan 92-yillar davomida Mirzacho'l tumani Bog'bon jamoa xo'jaligi kotibasi, brigada boshlig'i, madaniyat ishlari bo'yicha direktor o'rinbosari. 1992-yildan 98-yilgacha Mirzacho'l tumani G'uncha bolalar bog'chasi mudirasi. 1998-yildan 2007-yillar davomida Bog'bon mahallasi raisi. 2007-yildan 2018-yilgacha Mirzacho'l tumani Mirzadala mahallasi diniy ma'rifat va ma'naviy axloqiy tarbiya masalalari bo'yicha maslahatchi. 2018-yildan 2020-yillar davomida Mirzadala mahallasi raisi lavozimlarida ishlab kelgan. Aman va Barfa Baxriyevna 2020-yildan boshlab Xalq deputatlari tuman kengashi deputati etib saylangan. Shu o'rinda Mirzacho'l tumanining barcha bunyodkorlik, ma'naviy ma'rifiy tadbirlarda faol ishtirok etib kelmoqdalar. Hozirgi kunda Aman va Barfa Baxriyevna Oqila ayollar harakati tuman raisi lavozimida o'z faoliyatini olib bormoqda. 2025-yil 10-sentyabr kuni O'zbekiston faxriylarining ijtimoiy faoliyatini qo'llab-quvvatlash nuroniy jamg'armasining vasiylik kengashi qaroriga ko'ra O'zbekiston Xalq Demokratik partiyasi Mirzacho'l tuman kengashi faoli Barfa Amanova 1-darajali mehnat faxriysi ko'krak nishoni bilan taqdirlandi. Bir kitob o'qidim, sarlavhasi sen va sening haqingda boshdan oyog'i. Mazmunini yaxshi tushunmadim-u, ammo ko'z yoshlarning yo'qdir adog'i. Har varaq so'ngida cho'kaverdi tun. Har yangi varaqda porlar oftobing. Balki meni ming bora o'qishim uchun chiroyli yaratgan Alloh kitobing. O'tgan kunlaringda kesdim faromish. Aralashmoq bo'ldim muammolarga. Qancha sahifasin o'qidim xomush. Quvansang shod bo'ldim sen bilan birga. Tugatdim va yana qaytdim boshiga. Yana har misraga ketdim to'kilib. O'qilmagan betlar qilardigina o'sha sahifangning cheti bukilib. Kunduzlar qo'limdan qo'ymasdim bir zum. Yostig'im ostida tunlar kitobing. Men undan o'qidim sevaman degan, hech kimga bermayman degan xitobing. Harflar tizilib dedilar buchin. Ishon so'zlarimga begumon ishon. Odamlardan ko'nglim qolib ketgan-u,
nahot kitoblar ham so'zlasa yolg'on. Bir kitob o'qidim, sarlavhasi sen.